Uy olishda asosan nimalarga e'tibor berish kerak? Avval shu haqida aytib o'taman, obzorga o'tishdan oldin. Uy olishda birinchi navbatda zo'r lokatsiya, etaj yaxshi bo'lishi kerak hamda remontiga nisbatan narxi ham arzon bo'lishi zarur. Aynan ushbu uyimizda shu narsalar mavjud. Uyimiz birinchi etajda joylashgan, dubleks holatda, 2 qavatdan iborat degani bu ikkita tijorat uchun bemalol ishlatish mumkin. Ikkita oila bo'lishi mumkin, har xil holatlarga to'g'ri keladigan uyimiz. Xo'p, 95 kvadrat tepa, 95 kvadrat past. Ikkalasi общий qo'shilgan holda dubleks holda tayyorlangan uyimiz. Manzilimizni esa video oxirida aytib o'taman. Xo'p, bu eshikdan kirish qismi, bu yoqda pastga tushish, dubleksga tushish qismi bo'lib, tayyor chiroyli metallardan hamda chiroyli ranglardan iborat taxlanganlar. Uyning egasi yaxshi fantaziya orqali xo'p kiraverishda mana bunaqa katta oynasi ham mavjud. Bu oyna juda asosan xizmat qiladi. Uydan chiqib ketishda baribir odam o'ziga qarab o'tishi kerak. Shuning uchun ana shunaqa chiroyli oynalardan qo'yilgan. Remontiga kelsak, remonti neoklassika hamda minimalizmni uyg'unlashtirilgani bo'ladi. Menimcha juda ham chiroyli. Hozirgi har xil yevro remont bo'ladi deb aytilishda, lekin aboy har xil ranglardan foydalanadi. Juda ham ko'zga xunuk ko'rinadigan remontlardan uje voz kechsak bo'ladi. Shunaqa remontlarga o'tsak, maqsadga muvofiq bo'lgan bo'ladi. Xo'sh, bu yer birinchi xonamiz, spalni, kattalar spalniyasi. Bu yoqda ham shu minimalizm usulida remont qilingan ikkita svetimiz mavjud. Xo'p, men tepaga bitta e'tibor berishingizni so'rab qolardim. Hozir urfda bo'lgan svetlar bor, bunaqa led svetlar. Tushib turgani yo'q, bunday katta e'tiborni jalb qilmaydi, lekin juda ham ko'rinmaydigan holda hamda skromniy taxlab qo'yilgan tepada. Xo'p, bu asosiy fishkasi uyimizning. Spalniyada kattalar spalniyasi bo'lishi kerak bo'lgan narsa sanuzul, o'zini shaxsiy sanuzuli. Bu juda ham muhim menimcha, meni fikrim bo'yicha. Siz yana nima fikrdasiz shu haqida? Kommentga yozib qoldiring. Fikringizni bizga muhim. Xo'p, bu yoq ikkinchi xonamiz. Bu yoq endi deski xonamiz desak ham bo'ladi. Chiroyli pardalardan qo'yilgan, yaxshi rangdan tanlangan, pasti laminat qilingan, yaxshi laminatlardan. Xo'p, tepasi noodatiy qandillar, lyustradan foydalanilgan. Juda ham chiroyli, ko'z qamashadigan lyustralardan. Xo'sh, endi men sizga aytib o'tsam, bu tomonda biz sanuzilimiz, bu tomonda kuxnya, bu tomonda esa zalimiz. Zalimiz atachento qilingan, ko'rishingiz mumkin. Boyagi kattalar yotoqxonasidagi led svetlardan tepada taxlab qo'yilgan. Hozir juda ham urfga kirgan. Men hamma uylarda shunaqa bo'lishini juda ham xohladim, chunki bu juda yaxshi, ko'zga qulay, chiroyli ko'rinadi menimcha. Endi baribir oddiylik, skromiylik doim urfda bo'ladi. Xo'sh, bu tomonda esa dekoratsiyalardan ishlov berilib qo'yilgan. Yaxshi, xo'p, bu yerda yashil rang hamda oq rangdan kombinatsiya qilingan, ko'zga chiroyli ko'rinadigan tarzda. Tepada konditsionerimiz ham mavjud ekan. Bu uyimizda yana bitta zo'r tomoni, uyimiz pastida ham sanuzillari mavjud. Общий 3 ta sanuzil mavjud. Xo'p, bu birinchi sanuzil, ikkinchi sanuzilimiz tepadagi. Ariston bor. Hamma sanuzilda bo'lishi kerak bo'lgan barcha sharoit mavjud. Xo'sh. Endi oshxonamiz. Oshxonamizga kelsak, bemalol bu yerda ayolingiz yoki onangiz bu yerda o'zini ovqatlarini qilishi mumkin. Bu tomonda esa 4 ta 6 kishilik ham menimcha o'z ko'rib turganim bilan aytaman, 6 kishilik o'tirib yeyish uchun joy mavjud. Bu juda ham yaxshi, chunki ham o'tirib ham boshqa qilish uchun joy bo'lgani ma'qul. 3 qavatlik
mebellardan qilingan. Mebellarni ham rangini ham, mebellarni o'zini ham yaxshi sifatdan tayyorlaganlar. Xo'sh, bu yoqda bizni двухконтурный kotyolimiz. Двухконтурный kotyol bilan uyimiz isitiladi. Bu juda ham ruchkasi yo'q. Bitta e'tibor berishingizni so'rab qolardim. Ruchkasi yo'q, ammo zamonaviy mebellardan. Yaxshi yechim. Xo'sh. Endi asta-sekinlik bilan pastga tushamiz. Endi masalan videoga biroz g'alati tushishi mumkin, chunki operatorimiz ehtiyot bo'lib tushishini so'rab qolaman. Endi bu yoqda bemalol chiroyli gilamchalar qo'ysangiz, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir gilam qo'yilmagan, faqat tamom. Keyin bu tomondan, ikkinchi tomondan pastdan ham kirishga yo'l bor. Dubleks xonamizga. Bu yoqda endi har xil yosh bolalar bo'lishi uchun bo'lgan sababli bunaqalar qo'yilgan. Tushib ketmasligi uchun, xavfli bo'lmasligi uchun xavfsizlik tomonlarini ham o'ylab qo'yganlar uy egasi. Bu yoqda ham high-tech remontda taxlanganlar. Endi bu yoqda har xil uy egasi o'zining kompotlarini, shunaqa mayda-chuyda narsalarini shu yoqqa saqlashi mumkin. Juda yaxshigina kattagina joy mavjud. Bu yoqni endi yana bitta zal sifatida ishlatishingiz mumkin. Meni fikrim bo'yicha yoki ana bu yoqda ham mebel qo'yilgan ekan. Endi har kim o'zini fantaziyasidan kelib chiqqan holda ishlatishi mumkin. Bu yoqda ham fortichka mavjud. Bu degani havo aylanadi. Havo yo'q emas. Agar u tomondan eshikni ochib, bu tomondan fortichkani ochib qo'ysangiz, yaxshigina havo sirkulyatsiya bo'ladi. Xo'p, endi kelaversak biz siz bilan. Bu yoqda ham xonamiz. Bu yoqda spalniya xonamiz. Rozviy svetda. Bu yoqda ham fortichkalar qo'yilgan. Bu spalniyada ham sanuzeli, o'zini shaxsiy sanuzeli mavjud. Xo'p, endi men to'liq ma'lumotni aytib o'tsam, uyimiz Gorgaz Saudat oldida yonginasida joylashgan 8 etajli domning birinchi qavatda, Korolevskiy qavatda joylashgan bo'lib, 95+95 podvali bilan dubleks holda tayyorlangan. Uyning egasi Yevroremont qilingan, Yevroremont emas, minimalizm hamda neoklassikani uyg'unlashtirganlar. Uy egasi, xo'sh, uyimiz nima desam bo'lardi? Buxoro shaharining qoq markazi, Buxoro City hamda Gorgazning o'rtasida joylashgan. Agar sizga uyimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, bemalol bizning nomerlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Hamda videoga like bosib, shunaqa uy qidirayotgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Har holda bu manfaatli bo'lishi uchun. Bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.